Kallasiga alishmasman dunyoni, ming bitta duodan afzal har so'zi. Devona qilurman dardman daryoni, bir tomchi yosh ila namlansa ko'zi. Terib qo'ysang barcha shoir deganni, she'rlarini baland tog'ning toqiga 10 mingta majnun ham nima bo'libdi, arzimas sochining bitta oqiga. Shirk emas, kechirsin Xudoyim o'zi. Men faqat onamni tavof qilaman, boshidan o'girib ichgan suvimni 100 mingta zamzamdan afzal bilaman. Bilsam o'zi tirik ma'budku onam, aslida mehridan bunyod bo'libman. Nurdagin pok, pok Ka'ba-ku onam, men esa oq Ka'ba izlab yuribman. Rosti gap dunyoni o'tolib ketar. Onamni sog'inib yig'lasam agar, mendayin shoirlar bir tinga qimmat, onasining duosini olmasa agar. Uchun azizlar, agar biz bolalarimizni berishga o'rgatmasak, ertaga qaraganimizni bizga ham bermaydi. Mayli bermasin. O'zi bilan o'zi bo'lsin, Xudo bizga bersin, lekin hayot mehr muruvvatdan iborat. Ana shu ma'noda zakot insonni xasislik va baxillikdan ketkazadi va